Assalomu alaykum akalar, ukalar, YouTube kuzatayotgan jigarjonlar. Mana shu ko'rib turgan juklaringiz sog' salomat Tojikistonga yetib keldi. Bu qanday KAMAZ akamizning yuklari desangiz, Goral KAMAZ akamiz olib kelgan bu juklarni Moskvadan yetgan Qabadionga. Xudo xolasa bu juklarni hozir tushiryapti. KAMAZ Danlivrimo bugun 18-o'yin, 19-o'yin kuni Shartuzda tarqatiladi. Ertadan adresda aytib tarqatiladigan yerda. Zafarboy Havaskarda favorati eski banani oldi, paxta kursidan oldin 7 ga 19-o'yin nesi kuni 18 va 19 kuni ertadan 20 kuni G'arovutli, Kalxizobod, Qo'rg'on shu tomonlardikini tarqatamiz dedi. O yoqlardan bir ko'rsatamiz. Mana KAMAZdan tushayotgan va juklarni telefon nomerlarini pastga yozib o'tamiz. Imo, WhatsApp, polnomasi привязаны bo'lingan. Kimga qiziq bo'lsa, juk jo'natish kerak bo'lsa, telefon qilsalaringiz ishonchlida maqsad 20 yil, 15 yildan beri stajlari bor, borib kelaydigan har hafta reyslari bor ekan. Mana shu juklar ko'rib turganlaringiz G'arovutli, Eshbek Sattor, Kalxizobod, Qo'rg'on ta Dushanbagacha ekan shu o'rtada. Va bu yoqda ham juklar ko'p. Shunday bir tartib ko'rsatib oljarim. Oldiga endi bormasa ham bu yoqda ham bir gala juklar bor. Bir Qabadiondan ta Iskaragacha tartib bo'laydigan juklar ekan. Qaynama deymiz, nomerlarni shu ostga qo'yamiz. Telefon qilingizlar. Juklarning klassini o'zlari bor bo'lsa 90 rubldan, olib kelib bersangiz 80 rubldan o'zlari maskan jo'lash. Samigilonni telefon qilib qo'llab-quvvatlab qo'ysalaringiz. Qizilobod deb aka, mana shu yerda bir ma'lumot berib o'tinglar. Juklar yangi keldi, tushdi. Siz ham to'g'ri aytib o'tingiz. Tomondan. Assalomu alaykum qadrli Zafar TVning ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Darnoxay Qabadion Dexay Kommunizm mahallasida kimki O'ralakadan juk jo'natgan bo'lsa, nasib bo'lsa Eshbekning G'arovutining jugini 7 dan keyin jukni olib boradi. 20-chisa kuni yana 20-o'yin nisida. Bemalol juklarni qabul qilsangiz 7 dan keyin 20-chisa kuni kimki yana juk jo'natmoqchi bo'lsa, dal shu G'arovutda Eshbek, Kalxizobod, Guliston juk jo'natmoqchi bo'lsa, ishonchli garantiyali har haftasiga juklar kelyapti. Sog' salomat. Kodlarni Zafar deb aytdingiz a? Ha, 450 dan 684 ga. 450 dan 684 gacha juklar kodi kelgan. Jo'natgan juklaringiz kodi. Pastga telefon nomerlarini qo'yamiz. Telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Mana jukning yarmi tushib bo'lyapti. Mana jigitlar tushirib bo'lyapti. Nasib bo'lsa, ikkinchi KAMAZ mana shu haftaning oxirisiga har haftasiga juklar keladi. Sog' salomat. 15 yildan beri jukni olib kelib, birontaning jugi biron problema bo'lgan yo'q. Kalxizobod, Eshbek, Qo'rg'on, Dushanbe, Lensk va bu nima? Mana uning qishlar, Marsada qishlar nomi nima? Yesanboydan sherigitlar kuzatib ishqovatdan juklarni jo'natamiz, ishonchli garantiyali mana jigalarimiz ishonchli KAMAZni biz sizlarga tavsiya qilyapmiz. Juklarni kilasini aytamiz, sherigitlar. Juklarni kilasi 90 rubldan, o'zlari borib olib kelsa turgan joylaringizdan Moskva, Moskvadan. Yana ki o'zlaringiz akpisan tochkaga, Moskvaga 80 rubl ekan. Hay, unda nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, samigilonni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar, videodan uzoqlashmanglar. Nasib bo'lsa, keyingi KAMAZlaringizga yana yangi hafta xudo xolasa chiqaramiz. Videoni kutingizlar. Gapi omon bo'linglar.